Assalomu alaykum. Hozir mana Baxmal tumanidamiz, Dang'ara qishlog'ida. Demak, o'tgan yil ekilgan M9 olmalarimizni holati, ya'ni kech ekildi juda ham. Daraxt yerga o'rnashib, o'ziga kelgunicha vaqt o'tdi. Sal qiynaldi, to'xtadi, o'smadi. Xullas, daraxt stressga tushdi, daraxtga qo'shilib biz ham stressga tushdik. Endi bu yil daraxtni biz o'ziga qo'yib beramiz, o'sib tarbiya qilib olishimiz kerak bo'ladi. Ozgina yil davomida shuning uchun nima qilishimiz kerak? Buni ko'rsatasiz. Yaqinroq olib kelib, mana bular qalin juda ham mana. Yaqinroq olib keling. Bular qalin. Chunki buni o'zini kesib, biz mashina o'zini yengil olib chiqishimiz kerak bo'ladi tepaga qarab. Tepaga qarab olib chiqib, iloji boricha bunga tezroq qilishimiz kerak bo'ladi. Sababi shamolda qimillagani sari daraxt o'sishdan sekinlashaveradi. Bu M9da. Endi mana bu yerda qaranglar, buni olamiz. Xo'p, buni kesdik. Buni kesamiz. Buni kesib mana faqat eng yo'g'onlarini kesib chiqamiz mana. Bitik qaliq berganlarni kesamiz. Pastda 4 barmoq taxminan 20 sm-dagi bo'lgan shoxchalarni olib qolamiz mana bular hammasini. Buni o'stiraveramiz. To'g'riga qarab, bular bizga mevaga xizmat qiladigan bo'ladi hammasi. Endi bu mana bu taxminan yo'g'on buni sindirib qo'yamiz. Bu yaxshi ekan, buni kesib o'zini qaytadan tarbiya qilib chiqamiz. Endi kech ekilganning hisobiga daraxtlar shunaqa muammo bo'laveradi, ya'ni hosil berish jarayoni shakllantirish orqaga ketaveradi. Shuning uchun ozgina kutishimiz kerak bo'ladi. Mana bunday qilib, mana bu qismlarni olamiz. Mana bu bitta o'zi qolaveradi mana. Bir tekis va bitta lider o'zini olib chiqamiz. Keyingi oy kelganda ko'ramiz. Agar bo'yini kerak bo'lsa bir xillashtirishimiz mumkin. Hozir qisqacha kuzatib turasizlar, qaror qabul qilamiz hozir bog'da. Demak, mana buni ham olamiz. Mana bo'yi taxminan hozir 120 ga yaqin kelib qolgan, endi taxminan hisoblaymiz. 120 ga kelib qolganmiz, shuni o'zini sekin olib chiqib ketishimiz mumkin. Endi ko'ramiz jarayonni hozir endi bu yoqda. Mana markazga eng kichikini olib qolib qolganini kesib tashlamiz. Bilib olinglar, kimmi daraxtlari kech ekilib shunaqa muammolar kuzatilayotgan bo'lsa, ikkilanmasdan xuddi mana shu amaliyotni bajarsanglar, xudo xolasa bog'inglarda ish yaxshi ketaveradi. Demak, umumiy hisobda bog'i, daraxt mana bo'yi taxminan 120 ligini oldik. Shunga qo'yib bir xil qilib kesib chiqamiz hammasini. Bu yo'q, buni olamiz. Kesdik. Zapas qilib qo'yadi keyingi nishoni uchun. Iloji boricha liderga raqobatchi bo'lgan hamma yoshoqlarni kesib chiqaman. Bir xil bo'yi banda ko'rsatasiz. Bo'yi mana bir xil qavatda. Endi uzunlarini dash to'g'rilaymiz. Bu yerda buni olamiz. Buni kesdik, buni kesamiz. Xo'p. Buni olamiz. Tamomlarini kesib tashlaymiz. Bo'ldi, mana bo'yi bir xil bo'ldi. Bu yerda mana hammasini ko'rsatasiz. Keyingilari ham bo'yi bir xil. Demak, ikkita qoida asosida kesamiz. Liderga raqobatchi bo'lgan shoxlarni olamiz. Hammasini va kichkina 1 yoshli bilos chiqqan taxminan 20-25 sm-da qolgan hamma kichkina liderga raqobatchi bo'lmagan shoxlar hammasini qoldiramiz. Ikkilansanglar, bitta o'zini qoldirib qolgan hamma joyini tekis olib tashlashingiz mumkin. Buni ham ko'rsatib qo'yaman. Hammaga foydali bo'ladi, xudo xolasa. Ikkilanayotgan bog'man akalarimiz xuddi shu usulda kesish mumkin. Ya'ni bitta yosh shoxlarni qoldiraymi yo'qmi degan joylar. Nozik bo'lsa ham xuddi shuni o'zini qoldirib qaytadan shakllantirib olib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Rahmat.